Akalar, meni obunachilarimga Xudo xolasa Mubashir akamiz mana bunday zo'rlaridan olib kelib qo'yibdilar ham Mubashir aka. Tiniqlaridan. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa mana bunday arashan yarichka qidirib yurgan bo'lsalaring, Xudo xolasa sotuvga chiqdi akalar. Jonivorlarni qaranglar. Tinig'idan olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga Xudo xolasa tavsiya qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Arashan yarichka sovliqlarni udorlaridan Xudo xolasa. Jonivorlar ko'z tegmasin. Akalar, qo'ylarimiz yoqsa bittadan like bosib mashaalloh deb yozib qo'yinglar. Jonivorlarni qaranglar, go'zallaridan. Gap so'z yo'q. Boshladingmi Mubashir aka? Boshladik xolasa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Qo'y ishqibozlari, qo'za ishqibozlari hamda mana bunday toza qonli arashan yarichka sog'liq ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, arzonchilar, optimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Akalar, bugungi Xudo xolasa mana bunday juda ham go'zal qo'ylarni olib kelib sotayotgan o'sha arzonchi akamiz kanalimizda eskitdan chiqib boradigan akamiz, hop Mubashir akamizning mini qo'y fermalariga kelganmiz. Akalar, Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib like bosib turinglar, qo'ydi zo'rlardan chiqadi akalar. Assalomu alaykum. Mubashir aka, charchamasdan aka. Sizimsiz? Bugunga Xudo xolasa zo'rlar-yu. Bugunga Xudo xolasa videoni ko'rib, qo'llab-quvvatlab like bosib o'tanga rahmat. Aka, oldindan aytib qo'y. Bugun Xudo xolasa obunachilar kutib turib videoni cho'zmaymiz aka, qarab turing. Xudo xolasa tez ma'lumotini berib, narxini aytib ketaveramiz, ha? Hamma yo'g'ini aytib o'tib ketaveramiz. Bo'ldi aka. Hop, birinchi partiyamizga nech bosh aka? Birinchi partiyamizga 10 dona. Birinchi partiyamizga 10 dona. Mash qo'ydi, o'sha mash qo'ydi. Kalla garbanoslar o'ta boshqacha ekan, mana shu qo'ydi ham. Quloq tashlashlariga e'tibor beringlar, jonivorlar. Tozalarini olaman degan. Zo'ridan tishini ochib qo'ying. Qo'zi bo'lsin degan obunachilar. Hali babachak. Bo'ldi, qo'yavering Mubashir aka. Xudo xolasa zo'rlardan. Soni 10 bosh ekan aka. Soni 10 dona, bir qo'ra, bitta Soni 10 bosh, bir dona, bir qo'ra. Xudo xolasa bitta obunachimizga tavsiya qilamiz akalar. Xudo xolasa zo'ridan olib ko'paytiraman degan akalarimiz. Qo'y zo'rlarda Xudo xolasa yaxshi variantlardan olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz Xudo xolasa akalar. Hop, Mubashir aka, buni bo'ybaslarini nechiga beramiz aka? Video cho'zilib ketib qolyapti aka. Bo'ybaslari 80 ga olishaveradi bemalol. Bo'ybaslarini bemalol 80 ga olishaveradi. Yedi ishda sog'lomliklaridan muammosi yo'qmi aka? Garantiya 1 hafta 10 kun sinab olish. 1 hafta garantiyasi bor. Xudo xolasa akalar like bosib turinglar. Qo'ylarning narxi ham zo'r bo'ladi Xudo xolasa. Jonivorlarni qaranglar akalar. Chiroylisidan, yaxshisidan mana bunday oq quloq, oq yuz variantlaridan olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Hammasi arashan yarichkalar. Bu yerda ektish, bo'g'oz unaqalari yo'q-a? Yo'q. Mubashir aka, bularni qisirga beramiz, Xudo xolasa. Mubashir aka, nima deymiz bo'g'oz qisirligini? Bo'g'ozmi, qisirmi aka bular? Qo'chqorning ichida yurgan. Qo'chqorning ichida yurgan. Bo'g'oz chiqib qolsa baxtlari. Lekin buni 100% bo'g'oz deb garantiya bermaymiz. Mana shu narsa deb sotamiz. Lekin Mubashir aka, bular qochib qolgan bo'lish kerak. Nimagaki, men qarab turing-da. Bu qorin gabaritlari hamma tomonlama o'sha bo'g'ozga tortyapti. Akalar, sizlarga kelgan bitta maslahatim, qo'ydi mana shunaqa bizdan olasizmi, boshqasidan olasizmi, qorin gabaritlariga, yuz voshlariga, oyoq qo'llariga hamma tomonlama e'tibor bering. Nimagaki akalar, mana udoridan. Nimagaki akalar, buni olgandan keyin sira sotmaysizlar sizlar. 10 yil, 5 yil bolasini olasizlar kamida. O'shaning uchun o'zlaringga nasllikka olayotgan narsani ilojini boricha hamma tomonlama e'tibor berib olgan yaxshi. Hop, Mubashir aka, endi buni videoni cho'zimiz dedik, elga tushadigan qilib, bo'ladigan qilib aka, narxini aytsangiz, Xudo xolasa qarab turing. Narxi yengil bo'ladi, Xudo xolasa buni. Nech pul bo'ladi aka? Arzon bo'ladimi axir? Buni bir joyga olsa 7 million yo'q narx. Hop, 6 million 8 ming so'mdan ketaveradi. 6 million 8 ming so'm. O'zi hali hammasi yosh. 5-10 yil xotirjam baxshi. Jonivorlar qaranglar akalar. 6 million 8 ming so'mdan baholasa telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. O'ta ham polvon. Bel qalinliklariga o'sha aytganimdek hamma tomonlama bir ahamiyat beringlar. Mubashir aka, endi buni chiroyli qilib narxini ayting aka, o'sha elga tushadigan qilib ayting. Olsa 6 million 8 ming so'mdan ketaveradi. Yo'q aka, xayrini qiling. Bunday xayrini qiling aka. Bo'ldi, 100 ming so'mni o'tib beraman, 6 million 700 ming. Yo'q, Mubashir aka chiqarayotgan o'sha 6 million 8 ming so'mdan ham qarab turing. Arziydi. Yosh qo'zi hali.
Buni ichida birorta qarisi yo'q, tish to'kkani yo'q. Birinchi bolasi uylarda tug'iladi. Aka 6 million 800 ming so'mdan qo'ylaringiz yaxshi narx. 6 million 700 dan qilib bunday gap. Bitta gap 6 million 600 dan qilib berasiz. Navruzbek uz kanalidan chiqyapman deysiz, ozmas xayriga ham o'tib berasiz. Olishsa 6 million 600 dan joningiz sog' bo'lsin. Akalar 6 million 600 ming so'mdan xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqinglar. Sog'liqni zo'rlaridan yarichkalarda olaman deganlarga xudo xolasa. Quvvatlab turishsa beriladi qo'y. Laykni bosib qo'llab-quvvatlaganga. Laykni bosib qo'llab-quvvatlab turishsin, ketdi. Akalar qo'llab-quvvatlab turinglar. 6 million 600 ming so'mdan shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqangi yarichka qo'ylar juda ham kamdan kam keladi. Bunga Navruzbek. Ha aka. Bundan ham tozalardan. Bundan ham tozalaridan. Ha, qo'zichoq variantidan, zo'ridan bor. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Akalar bo'lmasa ham biz o'sha keyingi partiyalarimizda olib chiqamiz akalar. Akalar, ikkinchi partiyamizga chiqqan qo'ylarimizni qaranglar. Haqiqiy arashan yarichka krasavchik variantlari-yu bu. Razrezlarni qaranglar, jonivorlar dumbalarini tikkaligiga, bellariga, hamma tomonlama yuzboshlariga e'tibor berib ko'rib olasizlar akalar. Xudo xolasa yaxshi variantlar ekan, boshiraka ikkinchi partiyamizga. Tozalardan qo'ylardan. Qo'ylar qarang. Jonivorlar. Zo'ridan olib ko'paytiraman degan akalarimizga xudo xolasa tavsiya qilamiz. Qo'ylar o'ta ham chiroyli kelishgan variantlardan. Yuzboshlariga bir martadan e'tibor berib qo'yamiz akalar. Yurgizavering-da, oldiroqqa yurgizing boshir aka. Jonivorlar ponni tortaylik, oyoqlari mana hamma tomonlama kelishgan. Obunachilar, xudo xolasa laykni bosib tursalaring, sizlar uchun harakatdamiz mana. Oyoqlarini ham hamma tomonlama bir martadan ko'rib chiqinglar, xudo xolasa hamma tomonlama zo'r jonivorlar. Hop, boshiraga bu yerda soni nech bosh? 5 dona. Soni 5 dona. Hop, 7 ishti sog'lomliklariga nima deymiz? Bir hafta xotirjam sinab olishadi. Bir hafta. Ha, yoqqan yemlarini berib sinab olishadi. Xohlagan yemlarini berib sinab oladi. Bergan hashaklarni yeydi. Bergan yem hashakni yo'radi. Sinovdan o'tgan bemalol sinab olishadi. Gap yo'q aka, Alloh rozi bo'lsin. Jonivorlar lekin haqiqatan chiroyli ekan. Boshiraga ashini ushab ko'rsataylik, brektasini ushab ko'rsatsak bo'ladimi aka? Ashira qo'shaylikda. Bo'ldi, ash. Chekkaroqqa judaylik jonivorlar, lekin haqiqatan zo'r ekan, lekin o'zim ham ishqiboz bo'ldim. Shu narsani ichida yuramiz, o'zimiz ham yaxshisini ko'rganda ishqiboz bo'lamiz-da, boshir aka endi. Qo'ydi, qarang. Mana. Quloq joylashuvlarini bir marta qo'l qo'yib o'tib ketaylik aka. Mana quloq joylashuvlariga 2,5 ta barmoq hisobi. Bular yosh oyliklari qanaqa? Yosh oyligi sal Yosh oyliklari o'ta kichkina bu qo'zlar, yosh. ular hali o'ta yosh aka. Mana yuzlari akalar. Jonivorni yuzlariga bir ahamiyat bering. Razrezlari zo'r. Bo'ldi, qo'yavering aka, gap yo'q. Hop, boshir aka yosh oyligini 5 oylik atrofida Navruzbek. 5 oylik atrofidagi qo'zichoqlar. Hop, Hammasi qo'zichoq. hamma tomonlama ma'lumotini berdik. Bo'ybaslarini nechiga beramiz aka? Bo'ybaslar 75 plus. 75 plus xudo xolasa. Bo'ybaslarini akalar 75 plusga berar ekanlar. Hop, boshir aka endi buni boshir aka narxini elga tushadigan qilib, chiroyli qilib aytsangiz aka, xudo xolasa obunachilarimiz siz telefon qilib olishaveradi aka bularni. Narxi xudo xolasa yengil bo'ladi Navruzbek. Necha puldan bo'ladi aka? Buni tozasi ekan deb bu 8 dollardan, 700 dollardan yo'q narx. Hop, 6 million 800 mingdan bular ham ketaveradi. 5 tasini olsin, dastavkasini Toshkentgacha besplatni qilib yetib. to'g'ri. 6 million 800 ming so'mdan. Qo'ylar yosh, buni ikkitasini chiqarib olib 1,5 dollar, 2,000 dollar qilib chiqarsa ham bo'ladi. To'g'ri aka. Lekin bizga yengil kelgan. Toza, yengil sotiladi, xudo xolasa. Boshir aka, endi sizga bunday gap aka. Birinchi partiyangizga qaraganda bularda sifat kuchliroq. Sifat kuchli. O'zi sal kichikroq bo'lsa ham sifat kuchli. Lekin aka, partiyadan partiyaga qo'ydi narxi kamida bir xil bo'lish kerak. Buni birinchi partiyaga chiqaramiz dedi. Yo'q, boshir aka, narxida olingan narxida ham farqi bor-da. Bizga narxi bilan to'g'ri kelsa sotamiz. O'zingiz ham aka mayli, mana shu qo'ylarga ozginadan pul qolsa ham sotavering, bo'ldi. Videoyimiz cho'zilmasin. Joyga olsin, bular ham o'shalarning narxida. 6 million 600 ming so'mdan ketdi olsin. Aka, boshqa gap yo'q. Like yo'q. 6 million. Qarab turaymi? Yo'q, qarab turaymi? Bu yoqqa keling. Yo'q. Boshir aka 7 dan ham sotmaydi. O'zim ham bermayman, bitta ikkitalab 7 yo'q aka, biz obunachilaringizga beraman mana. Biz obunachilarimiz aka 6 million 600 mingdan. Hammasini olishadi, 6,5 dan berasiz. Bunday shartini qarang-da.
Like'ni bosib, Muboshir otangga rahmat O'zim uka. ikki Gazini yil bos deydi. deyapman. Yo aka, yo'masa videoni o'chiraman, mana shu yerda chiqib ketaveraman aka. Meni obunachilarimga 6,5 milliondan bermasangiz, videoni o'chirib ketaveraman aka. Mana baraka qilib qo'yapmiz. Telefon qilsa qarang. 6,5 milliondan beraman eshitib Ha. turib. Like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab, qo'yni zo'rini olib kelyapsiz. Otangga rahmat deb tursa, 6,5 milliondan so'rashmasin, jo'natib beraman. Yo, Dastlabki to'xtab qilib. turing. Xayriga ham o'tib beray. Xayriga Yo dastlabki aka, qilib yetkazib yo'masa beraman, videomiz Toshkentgacha. cho'zilib ketyapti. Yo'masa Qo'ylarni shunday ko'rsating, qo'ylarni. aka, yo'masa shunday videoni mashayda o'chirib ketaman aka. Videoni mashayda o'chirib ketaman. To'g'risi gapda mana 6,5 dan beri Qo'ylar bermaydi. aka. Yo, bo'lmaydi. 2 milliondan o'zimiz ham ololgan. Yo'q aka, 6,5 million so'mdan telefon qilganga xayrini ham qilib bermasangiz, shu gap videoni o'chirib ketaman. Sunnatiga o'tib beraman. Sog' bo'lsin. Akalar mana Xudo xolasa Muboshir akamiz bilan talashib, tortishib, qo'ldan kelganicha arzonlatdik. Telefon qilib, ozmoz Xudo xolasa xayriga so'rab olsalaring bo'laveradi. Xayriga chiroyli qilib o'tib beradilar. Arashan yarichkalar. Ko'p o'tib bermayman. Xayri sunnatiga o'tib beraman. Bo'ldi. Nima Xayri qo'yni sunnati. o'zimizga ham bermayman. Navro'zni o'zingiz ham bilasiz. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Bitta ikkita olaman deysa ham bemalol telefon qo'ysaversin, ish bitadi. 3-partiyamizga qanaqalar yaxshilari chiqadimi yana aka? Arashan zo'rlari bor, xolasa, puli yengil variantlari Navro'zda. Akalar bo'lmasam biz o'sha 3-partiyalarimizni boshlaymiz. 3-partiyamizga ham Xudo xolasa Arashan yarichkalaridan, zo'rlaridan chiqadi akalar. Akalar, so'nggi partiyalarimizga, ya'ni 3-partiyalarimizga Xudo xolasa bu partiyamizga ham mana bunday Arashan yarichka go'zallardan va Muboshir aka Zo'rlardan xolasa, bugungi Navro'zda udorlardan. udorlaridan to'ka. Ha aka. Kanalda katta odamlar ham kuzatadi-yu. Ha, Hojibo onalarimiz kuzatishadi. Obuna bo'lishni bilmayapman-ku deyishyapti mana. Bunday qilib obuna bo'lib qo'yishdan Qanday? o'rgatib o'tib ketamiz. Mana shu videoni ko'rishyapti. Videoni ko'rishyapti. Mayda bossa qo'ng'iroqcha chiqadi. Hammasi chiqadi mana bossa ya, o'sa chiqadi mana. Qo'ng'iroqchaga bitta o'tkazib qo'yishadi bo'ldi. Ha, bo'ldi aka. Obuna bo'lsa birinchi Demak, yetib boradi. Mana shu video biz qo'ygan Muboshir aka, videoda birinchi yetib boradi. Kimdirlarda padilitsa, kimdirlarda bo'lsa obuna. Mana deb bossa like qayerdan bosiladi? Like bosib qo'yishadi. Like 45 da edi, 46 da. Mana kommentariyaga ekan aka o'g'onamiz. Kommentariyaga yozib qo'yishadi mana. Kommentariyaga fikrlaring bo'lsa yozib ketasizlar akalar. Xohlasa biz qo'ygan videolar birinchi SMS tarzida tushadi. Arzon qo'ylar, mana shunaqa sifatli qo'ylardan olib foydalanishadi xohlasa. Bo'ldi, gap yo'q aka. Mana bu yarichkalar. So'nggi partiyamiz bugunga faqat Arashan yarichka sovg'alar chiqyapti, Muboshir aka. Kattasi ham yo'q, hammasi qo'zisidan chiqaryapti. Kattasi hammasi qo'zi. Ham ko'p. Xudo xolasa. Shu o'zim olib, qo'shqorim zo'ri bor, qo'shib olib, bu yildan keyinga buni ko'paytirib yuraman degan obunachilarga hammasi qo'zi navro'zi. Zo'ridan olaman degan akalarimiz. Qo'zi varianti. Aka, bular soni nech bosh aka? 7 dona oxirgi partiyamiz. Soni 7 dona, Xudo xolasa. Akalar, soni 7 dona, 7 ish sog'lomliklaridan muammosi yo'q aka. Bir hafta 10 kun sinov olish. Muboshir aka mash qo'ydi, ushaylik. Mana mash chekkada yurganini ushaylik aka, ash qo'ydi. Bitta ko'rsataylik, o'ta boshqacha narsa ekan, ko'z tegmasin. Qo'ylarni o'zi hammasi ham zo'r, lekin mashinasi vashim boshqacha ekan. Qo'zichoqmi bu? Ichini ochaylik mashina. Katta emasmiki? Mana qo'zichoq akalar. Mana. Hali hammasi yosh qo'zi. Ushab turing akam. Mana akalar, razrez xudo xolos dakansa bir. Mana qaranglar, dumpum aralashmagan. Dakansa razrez oyoq kengliklari zo'r qo'zimiz. Hammasi yarichka zo'rlar. Cho'tkida xolasa. Hammasi zo'r aka. Bugungi udorlardan obunachilaringiz maza qildi bugun. Obunachilar ayniqsa aka, ayniqsa videoni oxirigacha ko'rgan maza qildi. Monosini razrezini qarang. Buni ham razrezlari akalar, oyoqlari. Hamma tomonlama zo'ridan. Muboshir aka, endi bularda ko'p gapirmaylik aka, videomizni yakunida qo'ydi narxlari arzon chiqsin aka. Qo'y nimagaki, videoni oxirigacha ko'rgan inson xursand bo'lsin-da aka. Bugun aytibman, videoni oxirigacha ko'rgan odam maza qildi. Mana bu qo'ylar buni yengil qilib qo'yib beradi. Qo'yib bering aka, shular narxini bitta qo'ying, arzon qo'ying aka. Bitta gapiring, men so'rab o'tirmayin, arzon bo'lsin aka. Bitta gapirsangiz yetadi, xudo xolasa. Bir joyga olishsa bo'ladigan narxni qo'lingizni bering. Bismillahirrohmanirrohim. Bir joyga olishsin 5 million 600 mingdan ketdi. 5 million 600 ming. Xayri ham bor. Xayriga ham o'tib beraman. Xayriga ham o'tib beriladi. 7 tasini uka menga jo'natdi. Muboshir aka, qarang, 5,5 dan qo'yasiz, telefon qilgan xayrini ham qilib berasiz. Bo'ldi. 5 million 600 dan xayri bor. Yo, qarab turing. Hojibolarimiz xudo xolasa Bo'ldi aka, gap yo'q. Bo'ldi, olishsin 5 million 600 5,5 ketdi. Men xalq uchun tortishyapman aka. Bo'ldi, like-ni bosib, otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab turinglar. 5,5 milliondan telefon qilsa xayrini qilgan. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar 5,5 million so'mdan telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar akalar. Telefon qilsalaringiz xudo xolasa xayriga ham chiroyli qilib
ozmaz o't beradilar akalar. Lekin ko'p o't berolmaydilar. Nimagaki buni ustiga osmonlar qo'yib qo'yilmaydi akalar. Xayr sunnatiga o't beriladi. Hop, akalar bugungi videolarimiz mana shular edi. Hop, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha Xudo xolasa. Qo'ydi zo'rini olaman deganlarga, tanishlarga podlista qilib qo'yishni unutmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.